tizza bo'g'imida birinchi bo'lib og'riq boshlanganda mana operatsiya qilib bu joy atreska qilib kesib tozalab qo'yishlik davo hisoblanmaydi. Bu ham aldamchi bir muolaja usuli. Bitta oyog'ingizda bo'layotgan bo'lsa, keyin ikkinchi oyoqda ham boshlanadi. Sovuqlik narsalarni yeyishni taqiqlab qo'yamiz. O'sha kesli tahir narsalar, limon, tizza bo'g'imlariga yoki sanchoqan belga yaxshilab surkab yedirib turib, mushaklarni sal qizdiriladi. Qaysi birdir tirishib ikki hissa ko'p ishlayotgan bo'lsa, tirishib qolgan mushakni bo'lsa, tinchlantiriladi. Og'riq joyida sirazi qolishni boshlaydi. Og'riqni boshqa narsani yo'qotish uchun peditariya yo'nalishi zo'r. Mana bundaqangi spanderlar yordamida uyda qilish mumkin mashqlarni buyuramiz. Tayyor manjullar berib, malhamlar berib, muolaja qilingan effekt yaxshi bo'ladi. Foydasi zo'r bo'ladi. Bismillah azizlar, bo'g'im kasalligini 5-6 yildan beri muolaja qilib kelayotgan bo'lsak, 5-6 yillik xulosalarimiz bilan ulashmoqchiman. Ismim Tohir. O'zim tabiblik qilaman. Joyimiz Rohatbo'z Bardanko'lda joylashgan. Profilli kuzatsangiz bo'ladi. Shu suyak bo'g'im kasalliklari, suyak yemirilishi, mo'rtlashishi, menisk razriflarini, artroz, artrit, nekrozlarni, bo'yindagi osteoxondroz grizyalarni muolaja qilamiz. 5-6 yildan beri shu faoliyatni yurgizayotgan bo'lsak, xulosalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. 5-6 yildan beri ishlab shu xulosalarga doim qaytaramizki va yana shu xulosaga kelyapmiz. Tizza bo'g'imini oladigan bo'lsak, tizza bo'g'imida birinchi bo'lib og'riq boshlanganda mana ikkita suyakning o'rtasidagi podoshka yostiqchasi meniskida yirtilishlar bilan boshlanadi. Bu joyda yallig'lanishlar bo'ladi, yirtilishlar bilan boshlanadi. Keyin unda artroz, artrit shunaqangi belgilar bilan namoyon bo'lib, bursit, senovit bo'lib keladi. O'sha sinovial suyuqlik bu joy yog'lab, menisklarni ham yostiqchalarni, demak, ikkita suyakning orasidagi meniski yostiqchalarni namligini saqlab, qayishqoq, pishiqli holatda ushlab turadi. Sinovial suyuqlik o'zgargandan keyin bu joyda bursit paydo bo'ladi, yallig'lanish, bursit bo'lgandan keyin atrofidagi mushaklar tanani ko'tarib turish kerak edi. Ko'tarib turish vazifasini to'liq bajara olmagandan keyin son suyak bilan boldir suyak bir-biriga yaqinlashadi. Mana bu menisklarning yirtilishi boshlaydi. Yirtilish boshlanganda operatsiya qilib bu joy atreska qilib kesib tozalab qo'yishlik davo hisoblanmaydi. Bu ham aldamchi bir muolaja usuli. Qaytanga tiq tekkan uchun bu joyda asorat qoladi. Undan ko'ra kelib chiqish sababi o'sha qirsillashdan boshlangan bo'lsa, demak suyuqlik yetishmayapti bo'g'imda, yog'lanish yo'q, himoya yo'q degan. Qurqishab ketyapti. Mo'shlarni ham nimani bo'lsa pachimligida agar yog'i qolmasa, pachimlik bir-biriga ishqalangandek qiziydi. Chochilib ketgandan keyin bu joyda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Yog'lanish yo'q, himoya yo'q. Bu joyda yallig'lanish, shunaqangi mushaklarda, tog'aylarda, menisklarda ketgandan keyin muammo chiqaveradi. Buni operatsiya qilib hal qilsa bo'ladi, to'g'ri, vaqtinchalik narsa yoki antibiotik gormon qilish bilan ham davo qilinadi. Ular ham vaqtinchalik. Asosiy kelib chiqish sababi, demak, oshqozon ichagida hazm jarayoni o'zgargandan keyin bo'g'imga keladigan ozuqaning sifati o'zgarib ketdi. Sifatsiz ozuqa kelishi boshlagandan keyin hujayralar bo'linib ko'payishi sekinlab ketadi yoki to'xtab qoladi. Bo'linib ko'paymagandan keyin hujayralar bu joyda, demak, krizis boshlandi. Krizis degani bu joyda ozuqa yaxshi emas, yetishmagandan keyin muammo kelishi boshladi. Bitta oyog'ingizda bo'layotgan bo'lsa, keyin ikkinchi oyoqda ham boshlanadi. Shuni biz nima qilamiz? Oshqozon ichagidan keladigan ozuqani yaxshilaymiz, kelib chiqish sababini aniqlaymiz, tomir urishidan, mizojida sovuqlik oshib ketgan bo'lsa, ko'pincha sovuqlik oshib ketishdan keladi. Sovuqlik narsalarni yeyishni taqiqlab qo'yamiz. O'sha kesli tahir narsalar, limon, pishmagan mevalar, hammasida kesli tahir ham bor. Shunaqa narsalarni, muzday marojnalarni, kompot, napitkalarni, har xil rangli ichimliklarni ichishni taqiqlab qo'yamiz. Shundan keyin bu joyiga surtashga malham beramiz. Malhamlarimiz bor. Bularni asalari mumidan yasalgan, ichiga giyohlar qo'shib tarkib qilingan. Buni yaxshilab tizza bo'g'imlariga yoki sanchoqan belga yaxshilab surkab yedirib turib, mushaklarni sal qizdiriladi. Chunki mushaklarni qizdirib turib, keyin oyoqqa og'irroq narsani osib olib, tebrantib o'tirishni buyuramiz. Chunki mushaklar qisqarib torayadi. Shu paytda bu joyda ishlash boshladi-yu, boshlagandan keyin ichayotgan damlamalarni ham, dorilarni ham kuchini tortib oladi. Qon aylanish, bu joyda sirkulyatsiya yaxshilanadi. Hujayra yaxshi ozuqagandan keyin hujayra yana ko'payishni boshlaydi. Mushaklarni baquvvat qilish boshlanadi. Mushaklarni chiniqtirib kuchli qilgandan keyin xuddi shtangislar og'ir toshlarni ko'tarib bemalol yurgandan keyin inson tana vaznini ham mushaklar ko'taradi.
shu holatda yaxshi natijaga chiqiladi. Undan tashqari PDTR degan yo'nalishimiz bor. Bundan oldin videolarda ham qo'yganmiz. PDTR yo'nalishida buni mushaklarni test qilib ko'ramiz. Mushaklar travma asoratida yoki bu joyda operatsiya qilingan bo'lsa, tiq tegish asoratida mushaklarni miya himoya qilish uchun o'chirib qo'ygan bo'lsa, o'shani topib aniqlab turib, o'sha mushaklar ishchi holatga qaytariladi. Qaysi birdir tirishib ikki hissa ko'p ishlayotgan bo'lsa, tirishib qolgan mushaklar bo'lsa, tinchlantiriladi. Giperaktivlikdan chiqariladi. Va shu holatda buni og'riq joyida sirazi qolishni boshlaydi. Og'riqni, boshqa narsani yo'qotish uchun PDTR yo'nalishi zo'r. Undan keyin kenzoterapiyamiz bor, o'sha mushaklarni mashq qildirib chiniqtirish. Bu bizda yo'q, lekin mana shu uyda qilish mumkin bo'lgan moslamalar bilan yoki oddiy mushaklarni boylab olib tebrantirib o'tirish usullarini aytamiz. Mana bunaqangi spannerlar yordamida uyda qilish mumkin mashqlarni buyuramiz. Bu spannerlar yordamida o'sha ishchi holatda bo'lmagan mushaklarni ishchi holatga keltirilgandan keyin uni kuchaytirishlik uchun mutaxassislarimiz buni buyuradi. Asrorbek ko'proq buyuradi. Biz ko'proq mashqlarni tebrantirib o'tirishni buyuramiz. Buni bu narsalar bilan mushaklarni uy sharoitida qilish mumkin. Bu spannerlar yordamida. Bundan tashqari travma olgan bo'lsa, muammo bosganda ko'p kuchli bo'layotgan bo'lsa, mana bu fiksatorlar bor. Bularni tavsiya qilamiz. Buni oyoqqa taqib olib, o'sha tushayotgan yuklamani kamaytirish mumkin. Agar travmasi bo'lib, yurganda og'riq bo'lib, stabilizatsiya buzilgan bo'lsa, mana bunaqangi fiksatorlarni ham tavsiya beramiz. Bularni taqib, bitta oyoqda muammo bo'lganda yurib davolanib olishlik uchun deb tavsiya qilib buni ham beramiz. Kelgan bemorlarni ko'rgandan keyin ularning holatiga qarab parhezlar, mashqlar, ular har bitta insonga alohida holatiga qarab damlamalar qilib, tayyor manjullar berib, malhamlar berib, muolaja qilingan effekt yaxshi bo'ladi. Foydasi zo'r bo'ladi. O'sha biz ko'proq Instagramda bu natijalarni ko'p qo'yganmiz. Instagramdagi natijalarni bir ko'ringlar, ishonch hosil qilasiz. Meniskini bitgani, ko'ks artrozlar bo'ladi, nekrozlar bo'ladi, hammasini bir yaxshi holatga keladi. Faqat kasallik juda eskirib ketmagan bo'lsa, qo'shimcha sahr, ich qotishi, yana yondosh kasalliklar bo'lmasa, buni qaytadan tiklab yaxshi holatga keltirish mumkin. Keyin bemor odamni ham organizm yaxshi kurashish kerak. Chunki bizda hujayralarni ko'paytirish hisobiga davolaymiz. Shuning uchun juda yoshi katta bo'lsa, ularda hujayralarni bo'linib ko'payish sus bo'lgani uchun ularda faqat kasallikning darajasini kamaytirish va ushlab turish mumkin xolos. Shu kutuvi ham to'g'ri qilib olinsa, tabib ham, bemor ham diqqat bo'lib qolmaydi. Muolaja oldim, yaxshi bo'lmadi, tuzalmadi degan gap so'zlar bizga ham og'ir botadi. Chunki mana bu yerda butun komanda ishlaydi. Bizning hamshiralarimiz bor, yordamchilarimiz bor. Ular doim aloqada bo'lib turgan paytda to'g'ri kutuv bilan to'g'ri muolaja qilinsa, hammasi go'zal holatda sekin-sekin, etapma-etap davolanishi mumkin. Shuning uchun bemorlarni kelib ko'rinishini tavsiya qilamiz. Undan tashqari o'sha qoni quyuq bo'lsa, suyultirish uchun dori qilamiz. Jigarlarida yog' bosib tiqilmasi bo'lsa, o'sha jigar tozalovini qilishga, o't qopida dimlanish bo'lsa, unga to'g'osh qozonlarni pardasidan berib, toshlari bo'lsa eritib, mana shunaqangi muolajalar bilan suyakka boradigan ozuqani, bo'g'imga boradigan ozuqani sifatini oshiramiz. Mana shunday qilib davolayotganmiz. Kim tashrif buyurmoqchi bo'lsa, manzili yozilgan, telefon raqamini qo'yiladi. Yana kimda qanaqa savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Mana shu tabiiy davolanishga kim qiziqsa yoki ishonsa yoki o'rganmoqchi bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz uchun muhim, chunki bu bo'yicha kurslar ochib shakllantirish niyatimiz bor. Yaqin orada buni ham e'lon qilamiz. Shu o'qiyman deydigan odamlar bo'lsa, tabobatda o'rganaman, o'zim uchun, oilam uchun yoki shu yo'nalish bo'yicha mutaxassis bo'laman deydigan bo'lsa, o'sha eng yaxshi ustozlarimiz bilan professional darajada, ya'ni qoziq tabib darajasiga chiqarish niyatida biz komanda shakllantirayotganmiz. Inshaalloh bularni bir e'lonni ham beramiz. Sog' va salomat bo'linglar.